Nalichida bor unitazlarimiz. Hammasi narxi bilan aytib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ring. Litoy quyma bachokli unitaz, orqasi kesilgan, devorga taqiladigan variant. Xo'p, mikrolift krishka sekin yopiladi. Krishkasi yechilishi oson. Bitta knopkada yechib o'rnatib qo'ysa bo'ladi. Yuvishi ringless. Hamma tarafidan chiroyli qilib yuvib beradi. Krishka sekin yopilish. Mikrolift funksiyasiga ega. Narxi 1.500.000 so'm. Dastavka shahar ichida qilib beramiz. Gofre shlanka komplektida. Tornado model, bu ham devorga taqiladigan mikrolift krishka, duroplast, yuvishi aylana. 5 shumni ishlaydi, yaxshi tortadi. Narxi 1.600.000 so'm, dastavka gofre shlankasi ichida. Bu modelimiz avalniy tornado. Bu ham parametrlari bir xil. Narxi 1.600.000 so'm, dastavka gofre shlanka ichida. Mana bu modeli bor, mana bu modeli bor. Bular ham xuddi shunaqa avalniy tornado devorga taqiladigan unitazlarimiz. Narxi 1.600.000. Bu unitazlarni dastavkasi shahar ichida bo'lsa, ichida qilib beramiz. Gofre shlankasi komplektatsiyasida. Xo'p, ustanovka, montaj xizmatlari kerak bo'lsa, usta gaplashib beramiz. 300.000 so'm ustanovka, demontaj bo'ladigan bo'lsa 100.000 so'm qo'shiladi. Eski unitazni olib tashlab yangini qo'yib berish 400.000 so'm bo'ladi. Xo'p, narx-navosi bu yoqda bunaqa, bu yoqda bunaqa deb solishtirib, menga tashab o'tirmanglar. Bizdagi narx-navo shunaqa. Biz kim nech pul sotayotganini, nech pul foyda qilayotganini, nech puldan nimadan foyda qilayotganini juda ham yaxshi bilamiz. Bizdagi o'zimizning mahsulotning bahosi shu. 1.600.000 dan tornadolar, Remlis unitaz 1.500.000 so'm botdi. Koko unitazlar 950.000 so'm botdi. Arzonchi toshkent unitazlarimiz bor. 500.000 dan boshlanadi. Keyin do'konimiz Gumbaz bozor, S46-magazin.